Uyg'urlarning ko'z yoshlari Amerikaning intiqomi Xitoyga qanday oqibatlarni elib kelishi mumkin? Abduri Mamtimin Hazrat. Bugun, ya'ni 2020-yil 4-oyning 10-kuni Amerikada Xitoy virusidan o'lgan odam soni 15 mingdan, dunyo miqyosida o'lganlarning soni 100 mingdan oshib ketdi. Xitoy virusining dunyoga bunchalar ko'p yomrab ketishida virus bilan yo'qimlangan Xitoylarning dunyoga, bo'libmi Amerikaga turkum-turkumlab kirib olganligidan bo'lgan. Wuhanda virus vaqasi paydo bo'lgan 2019-yil dekabr oyidan boshlab Amerika Xitoy fuqarolarining Amerikaga kirishini cheklagan. 2020-yil 31 yanvarga qadar 430 ming Xitoy fuqarosi Amerika chegarasidan bu davlatga kirib bo'lgan. Amerika tamojnasining statistikasiga qaraganda bu 430 ming Xitoy fuqarosidan 30 mingi Wuhan shahridan kelgan. Amerika Xitoy havo yo'lini tamoman taqagandan keyin boshqa davlat va rayonlardan Amerikaga kirgan Xitoy fuqarolarining soni 30 mingdan ortiq bo'lgan. Mana shunday qilib Amerikaning hamma yeriga urug' chashqandaklar Xitoy virusi chechilgan. Bugungi kunlarda Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida o'lgan amerikaliklar xo'p bo'ldi, texmi ko'p o'lsin deb yozib tantana qilayotgan Xitoylar bor. Amerika davlati bu o'limlarning mas'uliyatini surishti qilmasmi? Ikkinchi dunyo urushida Yaponlarning Havay dengiz bombardimoni Pearl Harbor atak 1941-yil 7 dekabrda 2403 Amerika askari va 68 fuqaro bo'lib, jami 2471 odam o'lgan edi. Xitoy bir pay o'q atmay, faqatla avatgan viruslari bilan bir oydan ortiq vaqt ichida Amerika zaminda 15 mingdan ortiq odamni o'ldirib bo'ldi. Virus o'ldirishni shiddat bilan davom qilyotdi. Amerika Yaponlardan intiqom olish uchun Hiroshimaga atgan atom bombasi, ya'ni 1945-yil 6 avgustda 140 ming Yapon fuqarosi o'lgan bo'lib, Nagasakida atgan atom bombasidan, ya'ni 1945-yil 9 avgustda 74 ming odam o'lgan. Ya'ni Amerika Yaponlar tarafidan o'ldirilgan 2471 Amerika fuqarosi qarshilik 214 ming Yapon fuqarosini o'ldirib intiqomini olgan edi. Dunyodagi eng zo'r islohchi davlat Amerika bo'lmagan bo'lsa, Xitoyning dunyo fabrikasiga aylana olishi mumkinmidi? Tarixda Xitoyga xalqlik paytlarda eng zo'r yordam bergan, yaxshilik qilgan davlat Amerika bo'lib keldi. 1900-yili 8 davlat armiyasi Tianjin, Beijingni ishg'ol qilib, Manchu xonadonligidan urush chiqimi uchun 450 million sar kumush to'lam to'latkizgan edi. Hamma davlat o'ziga taqsim bo'lgan o'lchilarni oxirigacha talab qilib, davlatlarga elib ketgan bo'lsa-mu, Amerika Xitoy to'lgan kumushlarni elib ketmay, Xitoylarga Tsinghua universitetini qurib berdi. Tsinghua universiteti bugun dunyoning oldingi universitetlari qatorida yer olmoqda. Boshlang'ich va o'rta maktabni chala o'qigan Xitoy davlat raisi Xi Jinping Yanchug'da Tsinghua universiteti diplom bo'lganligi bilan faxrlanib kelmoqda. 1900-yili Xitoyning Manchuriya bölgesini ishg'ol qilib olgan Char Rossiya armiyasini bu bölgedan chiqib ketishga majburlab, Xitoyning qo'lda qilishga sababchi bo'lganmi Amerika edi. Xitoylar Shinxay inqilobini qo'zg'ab, Manchu xonadonligini ag'dirib tashlab, Cumhuriyet qurganda tunji qo'llagan davlat yana Amerika bo'lgan. Xitoyning Yaponga qarshi urushi davomida Gomindan armiyasini uzun yillar qurol-yarog, orqisat ta'minoti bilan ta'minlab kelgan yana Amerika edi. Jiang Jieishning ayoli Song Meiling Amerikadagi ommaviy tashkilotlarning yordamini olish uchun bir qancha yil Amerikada Xitoyning Yaponga qarshi urush uchun pul topildi. Song Meilingning ravon inglizchasi bilan texnik ko'p yordam to'plash uchun Amerika davlat radiosi va cho'ng gazet, jurnallar buyuk imkoniyatlar bilan ta'minladi. Song Meilingning g'oyat zo'r miqdorda iyon to'plab, Xitoyga yo'llab tura olishida Amerika davlati va xalqining zo'r fidokorligi bor edi. 1945-yil Yaponiya Amerikaga shartsiz taslim bo'lgandan keyin 14 yil mustaqil davlat bo'lib yashagan
və 40-dan artıq dövlət bilan diplomatik münasibəti bolğan Manchuriyani Xitayga qaytarıb berishdə həll qılğıç rol oynagan dövlət yanıla Amerika idi. Manchuriyada emas, tarixning hech bir davrda Xitoy xaritasi ichida yer elib baxmagan və 1885-yildan beri Yaponiya ziminin bir qismi bo'lib kelgan Tayvanni Yaponiyaning qo'lidan elib Xitoyga sovqagan dövlət Amerika idi. Bugun Xitoy Kommunistik Partiyasi qadamda bir Tayvanni qurolliq birlikka keltiramiz deb jarsanishda qonuniy asosi bor deyilsa, bu qonuniy asosni Xitoyga berganmi Amerikadir. Mustaqil Sharqiy Turkistonni Xitoyga qaytarib berish to'g'riliq Ruslarga eng qattiq bosim ishlatgan ham Amerika edi. Amerikaning 1948-yili va 1949-yillik Oqtoshlik kitobida u davrning tashqi ishlar ministri Deon Godrham Achsonning Sharqiy Turkiston degan bir davlatning qurilishiga qat'iy ruxsat qilmaydiganligi to'g'risida bayonlari bor. Sharqiy Turkistonni Xitoy ziminiga qo'shib berishda oshqishliq davlat yana Amerika bo'lgan edi. 1969-yili Rus-Xitoy armiyasi Tamanskiy, ya'ni Xitoycha Jinbao orli urushidan keyin Sovet ittifoqi lideri Lenin Brejnev maxfiy holda Washingtondagi bosh elchisi Anatoly Dobrinin orqali Xitoyga qarshi atom urushi qo'zg'aydiganligini bildirganda Amerika prezidenti Nixon darhol va taraddudsiz qarshi chiqdi. Nixonning tashqi ishlar ministri Kissinger Sovetlar ittifoqining bosh elchisi Anatoly Dobriyinga mundaq degan: Sovetlar ittifoqi Xitoyga tunji atom bombasi etishi bilan tala bir vaqtda Sovetning 130 shaharni atom bombasi bilan bombalaymiz va Sovet ittifoqining bu maxfiy planini darhol Xitoyga yetkazib qo'ygan. 1969-yili 10-oyning 15-kunidagi kunlik telegraf, ya'ni Daily Telegraph gazetiga qarang. Ayni vaqtda Xitoyning jasadlar bilan to'lgan xarobalikqa aylanib ketishini qutqizib qolgan davlat yana shu Amerika jahongirligi edi. 1972-yili xuddi Mao Zedongga o'xshash bir puti go'rga sanglayotgan kommunist Xitoy davlatining qo'lini tutib, asta-asta yo'lab turg'izgan yana Amerika bo'ldi. 1978-yildan boshlab Xitoyga dollar va yangi texnikalarni yog'dirib, Xitoyni dunyo fabrikasiga aylantirgan Amerika edi. Chunki Amerika dunyodagi eng buyuk mol sotib oluvchi va iste'molchi davlat bo'lganligi uchun Xitoy dunyodagi eng buyuk mol sotuvchi davlatga aylandi. Xitoyga zavod fabrika qurish uchun 40 yil o'lat yerilishiga qaramay bir-biri bilan baslashgan Amerikalik korxonchilar bo'lmasa edi, 40 yil Xitoyning arzon mollariga xumor bo'lib qolgan Amerikalik keng iste'molchilar bo'lmasa edi, bugun 3 trillion dollarim bor deb Amerika dushmanlarini orqasiga to'plab, Amerikaning bexatarligiga his qiluvchi Xitoyning bo'lishi mumkin emas edi. Hozirmi Xitoy davlat raisining qizi Shi Mingzi Amerikada Harvard universitetidagi o'qishni tamomlab, Beijingga qaytib, yana bir yildan keyin Amerikaga kelib oldi. Amerika bexatarlik o'rinlarining eng yuksak qo'g'inish chambar ichida Bostonda yashayotganligini Xitoy muxolifatlarining yozgan ma'lumotlaridan xabar topib turibmiz. Mutlaq ko'p sondagi yuqori darajali Xitoy amaldorlarining oila tavobati, mol mulki Amerikada. Hatto Amerikani har kun degdek ayblab, bo'ktan chaplab kelayotgan Xitoy tashqi ishlar ministri so'zchisi Hua Chunyangning qizimi Amerikada o'qiyotdi. Amerika bularni bag'riga bosgan bo'lsa-mu, ammo bu Xitoylarning ichidagi Amerika nafrati virusga aylanib, Amerika xalqini qirishni, Amerika iqtisodini vayronchilikka uchirtishni tez surat bilan davomlashtiryapti. Amerikaning har yerda Xitoy virusidan minglab odam o'layotgan, hatto New York shahrida o'liklarni yerligida qo'ydigan mozor yetishmayotgan bu kunlarda ba'zi Xitoylar butxonlarga kirib sham yondirib, Amerikada texnik ko'p jahongir murtlarining o'lishiga duo qilayotgan bo'lsa, bir qism Xitoylar xushalligidan rumka so'qishtirib, bir pay o'q zoya qilmay turib, Amerikaliklarni qanday yo'qotayotganligiga tantana qilishmoqda. Yana bir qism Xitoylar bo'lsa,
hech tap tortmay torlarda xushalliqlarini izhor qilishmoqda. Chet eldagi Uyg'urlar 3 yil dunyoga, Xitoylar vatanimizda Uyg'ur onlarni bolalaridan, ayollarni erlardan, bovay momaylarni navlardan ayirib etdi. O'lgan oila a'zolarimizning jasadlarini ko'rishga ruxsat qilmayotdi deb nol faryod qildi. Bugun Amerika, Yevropa va butun dunyo xalqi Xitoy virus orqali Uyg'urlarning tortgan azobini, perişanlığını beşidən keçirməkdə. Dünya mədəniyyət tarixi nəzər saldığan bolsaq, insan və mal hərəkəti, cəmiyyətin tərəqqiyatı və bayaşadlığını kapalatga ega qilib kelgan. Hazır bütün dünyada istaniklarning charqi, aeroplanlarning, mashinalarning motorlari to'xtadi. İnsan və mal hərəkəti to'xtatiladi. Xitoy virus tufayli dünya tarixida ko'rilmagan iqtisodiy kriz, ocharchilik omillari ufuqda ko'rilyotdi. Al-qisosi minal haq. Dünya xalqining g'azabi daryolarga, bu sanoqsiz daryolar dengizlarga aylanyotdi. Bu g'azab dengizi oxiri okeanlarga aylanib, Xitoyni yutmaydi deb kim aytalaydi? Şangangda çıkılan Nanhua Ribao gezdi 6 aprel sonida Xitoyda 1, 2, 3 ayda 460 ming şirketning vayron bo'lib taqilib qolganligini e'lon qildi. 8 aprel kuni Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo 3 oy ichida 490 aeroplan bilan 90 davlatdan 500 ming Amerika fuqarosini qaytarib kelib bo'lganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi eng oxirgi chaqirig'ida bo'libmi Xitoyda yashayotgan Amerika fuqarolarining tamoman qaytib kelishini, kechikib qolsa qaytib kelish fursatining bo'lmaslik mumkinligini e'lon qildi. Amerika hukumati Afg'oniston va Iroq urushlari orqasida bu bo'lg'lardagi Amerika fuqarolarini chaqirib olgan bo'lsa-mu, bu qadar keng ko'lamli qaytish safarbarligi Amerika tarixida bo'lib boqqan emas. Yaponiya hukumati Xitoydan qaytib keladigan yapon shirkatlariga 220 milliard yen, ya'ni 2,2 milliard dollar yordam beradiganligini, Xitoydan boshqa davlatlarga ko'chib ketadigan yapon shirkatlariga bo'lsa 23,5 milliard yen yordam qiladiganligini uqtirdi. Yapon shirkatlari qandaqdir bir andisha ichida Xitoydan chekinish tayyorligini boshladi. Amerika, Angliya, Avstraliya, Türkiye qatorliq davlatlarda tartgan ziyon tufayli Xitoydan to'lam to'latish da'volari sud mahkamlariga sunildi. Yevropadagi boshqa davlatlarda bu xil da'vo hozirligi boshlandi. Butun dunyo xalqi Xitoy bilan hisoblashishning zamoni kelganligini tushunib yetmoqda. Vaziyatning taraqqiyotini kuzatish va uning ko'ra harakat strategiyasi belgilash Uyg'urlar uchun hayati ahamiyatga ega. 2020 yili 4 oyning 10 kuni